Assalomu alaykum. 100 kilovatlik quyosh panel stansiyamiz Muzrabot tumanida to'liq 100% ga tushdi. Bugun quyosh yo'q deyarli. 17 kilovat ishlab turibdi shu turishda. Wi-Fi lar uстановка qildik, invertorlar ulandi. 100% kamera ham qo'ydik. Kamerani fermer xo'jaligining telefoniga olib berdik. Hozir shu turishda panel bilan ham transformator ham panel bilan nasos ishlatyapti. Davlatdan 2 kilovat tok olib turibdi hozir shu turishda. Bizda quyosh kamligi, quyosh yo'qligi hisobiga agar quyosh bo'lsa to'liq quyosh panelimiz bilan tok olib ishlaydi nasosimiz. Nasos quyosh panellarini uстановка qilish servis xizmatlarimiz bor. Bizga murojaat qilasizlar. Hammasini kitobiy qilib o'rnatib beramiz. Garantiyalarimiz, servislarimiz bor.